Hozir Şinjan özünün energiya sistemasini o'rnatib qolmasdan neft ximiya sanoati kasb zanjirini kuchaytirdi. Neft tabiiy gaz boyligini chorlab tekshirish, ichish, foydalanishda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Şinjan neftligi, Tarim neftligi, Turpan qumul neftligidan iborat 3 cho'ng neft bazasi oq-oqidan qurildi. Neft tabiiy gaz mahsulot miqdori mamlakat bo'yicha 2 va 3 o'ringa o'tdi. Neft mahsulot miqdorining eshishi uda 13 yil mamlakat bo'yicha birinchi bo'ldi. Şinjan elimizning g'arbiy qismidagi muhim neft ximiya sanoati bazasi bo'lib qoldi. Polat temir sanoati jush urib rivojlandi. 2004-yili polat temir umum mahsulot miqdori 2.330.600 tonnaga yetib, 1978-yildagidan 33 hassa, 1955-yildagidan 352 hassa oshdi. Elektr sanoati jush urib rivojlandi. Tok taqtish miqdori 1955-yildagi 55 million kilovat soatdan hozirgi 24 milliard 400 million kilovat soatga yetdi. Şinjanda qizilin bayliqlarning turi to'liq, zapis ko'p, iç istiqboli nihoyatda parlaq. Şinjanning neft zapisi butun mamlakat quruqliq neft bayliqining 30%dan ko'pragini egallaydi. Sifatlik neftning tarqalishi, zapas miqdori mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turadi. Şinjanning tabiiy gazi butun mamlakat quruqliq tabiiy gaz miqdorining 34%ni egallaydi. Ko'mir zapas miqdori butun mamlakat umum zapas miqdorining 40%ni egallab, mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turadi. Bu afzal boyliqlarni cho'nqur kizib ishlab chiqarish Şinjanning butkul sanoat sistemasiga turtki bo'lib, Şinjanda parlaq, yangicha sanoatlashish vaziyatini shakllantirdi. Şinjanni vatanimiz bo'yicha yeri keng, boyliq mo'l joy deyishga bo'ladi. Bu boyliqlar bizning boyliq afzalligini iqtisodiy afzallikka aylantirish strategiyasini yo'l qo'yishimizga sharoit hozirlab, nihoyatda puxta asos sharoit yaratib berdi. Ya'ni boyliq orqali iqtisodni taraqqiy qildirishimizga yo'l ochib berdi. Hozir elimizda energiya, bo'libmi neft, tabiiy gaz nihoyatda qis bo'lmoqda. Şinjan bu jihatda zo'r afzallikka ega. Shunga Şinjan elimizning neft, tabiiy gaz bazasiga aylanadi. Bu o'z navbatida yana Şinjanning taraqqiyotiga zo'r turtki bo'ladi. Biz ishni mushu yerdan, mushu sohadan boshlab o'zimizning sanoatini taraqqiy qildiramiz. Energiya qis bo'lish gavdlik real masala bo'lib qolgan bugungi kunda 21-asrdagi Jongo energiyasining strategik o'rinbosar rayoni bo'lgan Şinjanning iqtisodini taraqqiy qildirish Şinjanliklarning orzusi bo'lib qolmay, davlatning jiddiy ehtiyoji. G'arbning gazini sharqqa yetkazishda Tarimning gazini yetkazish hozir boshlandi. G'arbning gazini sharqqa yetkazishning tayyorligi bitdi. Yaqqa gazliqdan chiqqan tabiiy gaz janubiy bugurga yetib keldi. Gaz berishga bo'ladi. ...2004-yili 30 dekabr butun dunyo ko'z tikkan Jongoning g'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi bitib ishlatishga kirishtirildi. Tarimning tabiiy gazi hayvatlik Tangirtegi, Changjang, Huanghe daryolarini kesib o'tib sharqqa oqdi. Jongoning xaritasida bir yangi energiya yo'li ochildi. G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi Jongo neftchilari vatanga taqdim qilgan 2-chi Changjang, Huanghe daryosi deb ta'riflandi. Bu hayvatlik asr qurilishi xuddi Hasan Husandek g'arbning mo'l tabiiy gaz bilan sharqning kuchli boyligini o'z aro tutashtirdi. Şinjanning sanoati davr to'lqinida vaziyat bilan tang ilgirlab, o'z qudratini namoyon qildi. Şinjanning sanoati kelgusida yangi bir avlod markaz rahbarlik kollektivining g'amxo'rligi ostida yangi taraqqiyot to'lqiniga kirgusi. Neft, ko'mir, o'rmon, tatliq suv zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim boylik. Ko'k osmon, zumratdek suzuk suv, yeşil zarliq hozirgi zamon kishilari talpinadigan xiyoliy jannat. Sijil taraqqiyot strategiyasini yo'lga qo'yish partiya markaziy komiteti Go'yanning muhim tadbiri.
shundaqla elimizning 21-asrga yuzilinishidagi zarur tanlashi. Dengizga jiroq, qum barxanlari bilan o'ralgan suv qiz, klimati qurg'oq Xinjiangda ekologiyalik qurilish va sijil taraqqiyot intayin muhim. Necha 10 yilda Xinjiangdagi har millat xalqi jafoga kurash qilish ro'yini joriy qildirib, tirishib qum tizginlab, ko'chat tikib o'rmon ahyo qildi. Cho'l bayovon va sho'rliqlar buk baraqsan o'rmonda bepoyon salo etiz, xushbaroq mevalik bog'larga aylandi. Xinjiangda yana hasili boyliqdan foydalanadigan yangicha energiya qurilishi tez gullandi. Hozir Xinjiangda tabiat ato qilgan quyosh nuri, shamol kuchi, suv kuchidan foydalanib qayta hosil bo'lmaydigan energiyaning xo'rishi imkon qadar azaytilib, sijil taraqqiyotga yo'l hozirlandi. ...2006 yılı 1. ayda Xinjiang Uyghur Abdunum rayonunun 11. 5 yıllık jirik planı tasdiqlandi. 11. 5 yıllık plan mezgilde devlet, siyaset, tedbir, selinma, ol muassese, kasblarni joylashtirish, ixtisosliklarni yetiştirish jihatlarda g'arbiy rayonning qo'llash salmoqini yana oshirdi. Bu Xinjiangga nihoyat yaxshi taraqqiyot fursati olib keldi. Kelgusi taraqqiyotda Jungoning eng chong tovar paxta bazasi, muhim yezigilik, chorvachilik va danglik meva-cheva bazasi, vatanning g'arbiy qismidagi muhim neft va tabiiy gaz bazasi bo'lgan hayotiy kuchi urg'ib turgan Xinjiang yangi asrda butun mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim to'rikiga aylangusi. Menimcha ayni yillari bosh shoji Jiang Zemin aytgandek, Xinjiang bizning g'arbni ichishimizda muhimning muhimi. 21 asrda Xinjiang davlatimizning iqtisodiy taraqqiyotining muhim to'rikiga aylandi. Biz 9-5 yillik planni muzokara qilganda yo'ldosh Liping Xinjiang vakillar o'migining muzokarasiga qatnashib, avval chiqqan quloqdan keyin chiqqan mumguzning eshib ketishida Xinjiangga qarash kerak degan edi. Yo'ldosh Xujintovning bevosita riyosatchiligida tuzilgan markazning 2004-yillik 11-nomerlik hujjatiga Xinjiangni g'arbni ichishda muhimning muhimi qilish aniq kirgizildi. 2020-yilga borganda Xinjiang mamlakatimizning boshqa qarindosh o'lka, avtonom rayon, shaharlari bilan tang qadamda holliq saviyaga yetish nishonini amalga oshirdi. Shu chaqda biz o'ttirchi ishga ishlab chiqarish umumiy qo'mita va boshqa jihatlarda mamlakat bo'yicha oldingi 10-qatorga kiramiz. Bir niyatda bo'lgandilar uyush qilib bo'ladi. Uyushqandilar cho'ng ishlarni vujudga chiqarib bo'ladi. Zafar quchib ilgirlayotgan Xinjiang kelgusida texmo gullanadi. Güzel istiqbolga to'lgan Xinjiangliklar texmo iftixorlanadi.